Demak, sizlar bilan bugun 7-darsimiz, ya'ni musbat va manfiy sonlar ustida amallarni bajarib o'tamiz. Ya'ni musbat son nima, manfiy son nima va uni ustida qanday amallar bajarsak bo'ladi, shular hammasini ko'rib chiqamiz. Ya'ni ikkita qoida bor birinchi navbatda. Shu ikkita qoidani bilishingiz kerak. Buni video ostida qoldiraman va aytib o'taman. Demak, birinchi qoidamiz: agar musbat va manfiy sonlar kelsa, kattasidan kichikka ayriladi va kattasini ishorasi qo'yiladi. Ikkinchi qoidamiz: agar bir xil ishorali sonlar kelsa, sonlar qo'shiladi va shu ishora qo'yiladi. Demak, o'zi musbat son nima, manfiy son nima, shuni men sizlarga o'zi umumiy tushuntirib beraman. Demak, tasavvur qiling, mana son o'qi. Son o'qining o'rtasida har doim 0 turadi. Bu tomon sanoqda ishlatiladigan 1, 2, 3, 4 va hokazo sonlar ketadi. Plus cheksizlikka qarab. Bu hammasi musbat sonlar deyiladi. Musbat sonlar deyiladi. Bu tomon esa -1, -2, -3 bo'ladi-da, -4 bo'lib ketadi. Ya'ni minus cheksizlikka qarab ketadi. Bu tomon hammasi manfiy sonlar to'plami deyiladi. Manfiy va musbat sonlarni aniqlab oldik. Ana endi ikkita qoida aytgandim yuqorida, eslaringizda bo'lsa, xuddi shu qoida asosida misollar ishlaymiz. Demak, tasavvur qiling, -5 plus 12 ko'rinishdagi son kelgan. Nima qilamiz? 12 dan ayiramiz 5 ni va 12 ni ishorasini qo'yamiz. Ya'ni 12 dan 5 olsak 7, 12 ni ishorasi plus. Yoki 24 ayrilgan 45. Mana son kelgan. Demak, 45 dan 24 ni ayiramizda 45 ni ishorasini qo'yamiz. Demak, ayirsak bu 21 bo'ladi 45 dan 24 ni va 45 ni ishorasini qo'yamiz. Xuddi shunday yana minusdan 14 plusdan 11 kelgan bo'lsa, 14 dan 11 ni ayiramiz 3 va 14 ni ishorasini qo'yamiz. Endi plus 8 ayrilgan 12 mana. 12 dan 8 ni ayiramiz 4 va 12 ni ishorasini qo'yamiz. Ya'ni musbat va manfiy sonlar ustida xuddi shunday amallar bajariladi. Ana endi agar bir xil ishorali sonlar kelsa, nima qilamiz? Bir xil sonli ishoralarni. Demak, -5, -7. Ikkalasini ham ishorasi manfiy. Bo'lgani uchun sonlarni qo'shamiz. 12 va shu ishorani qo'yamiz. +8 +9. Demak, buni qo'shamiz va shu ishorani qo'yamiz. Demak, bu bir xil ishorali sonlar kelganda sonlarni qo'shamiz va shu ishorani qo'yamiz. Endi qavs ochish qoidalari bor. Ya'ni qavs oldi minus bo'lib turib, qavs ichi ham minus bo'lib tursa, minusga minus ko'payib, bu plus bo'lib ochilib ketadi. Qavs ichi plus, tashqarisi minus bo'lib tursa, bu minusdan ochiladi. Qavs oldi minus, qavs ichi plus bo'lib tursa, bu ham minusdan ochiladi. Agar ikkalasi ham plusdan bo'lsa, bu plus ochiladi. Ya'ni shunday xulosa keladi. Bir xil ishora kelganda, yoki minus kelganda plus ochiladi va plus kelganda plus ochiladi. Qolgan barcha holatlarda minusdan ochiladi degan xulosaga kelamiz. Demak, shunga doir bitta misolcha. Demak, -20 -15 bo'lib kelib qoldi. Mana shunaqa misol keldi. Demak, -20 ni o'zi minusga minus bizga beradi plusni. Demak, 20 dan ayiramiz 15 ni 5 chiqadi va 20 ni ishorasini. Demak, sizlar bilan biz hozir musbat va manfiy sonlar ustida qo'shish va ayirishga doir misollarni ko'rib chiqdik. Ana endi ko'paytirish va bo'lishga doir misollarni ko'rib chiqamiz. Demak, ko'paytirishdan misol yozaman. -5 ko'paygan -4 qo'shilgan -3 ko'paygan +2. Demak, birinchi ishoralarni ko'paytirib olamiz. Minusga minus ko'paytirsak nima bo'ladi? Plusdan bo'ladi. Demak, +20 bo'ladi. 3 ni 2 ko'paytirsak 6 bo'ladi. Bu minus bo'lgani uchun minusdan 6 bo'ladi. Ya'ni 20 dan 6 ni ayirib qo'yamiz. Javobimiz plusdan 14 bo'ladi. Yana bitta shunga o'xshash misoldan ko'ramiz. Demak, -2 ko'paygan -4,5 ko'paygan -5. Demak, birinchi navbatda bunda ishoralarni ko'paytira olamiz. Ya'ni 3 dan -1 bir-biriga ko'paytirsak, minusga minus plus bo'ladi. Yana minusni plus ko'paytirsak minusdan bo'ladi. Javobimiz minusdan chiqishi aniq. Endi ishorani qo'yib olganimizdan keyin sonlarni o'zini ko'paytiramiz. Ya'ni 2 ni ko'paytirsak 5 ga 10 bo'ladi. 4,5 ni ko'paytirsak 10 ga 45 bo'ladi. Minusdan javobimiz -45 ga teng bo'ladi. Endi bo'lishga doir bitta misol ko'ramiz. Demak,
8 minusdan bo'lingan minus 3 plus 5. Mana qavs ko'rinishda bergan. Demak, minus 8 ni o'zini yozamiz. Birinchi navbatda qavs tushini ishlab olamiz. Demak, minus 3 ga 5 ni qo'shadigan bo'lsak, 5 dan 3 ni ayiramiz, ya'ni 2 bo'ladi. Minus 8 ni plus 2 ga bo'lsak, javobimiz minusdan 4 chiqadi. Bu Ustat operatsionlarni ko'paytirish va bo'lishga doir misollar edi. Agar darsimiz foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va keyingi dars qaysi mavzuda bo'lishini izohlarda yozib keting.